Salom do'stlar, sizlar bilan qisqa filmlar kanali. Bugun sizlar bilan Benuqson xona, rus tilida esa Безупречная комната deb nomlangan filmni qisqa formatda tomosha qilamiz. Вы были выбраны, чтобы провести 50 дней в безупречной комнате и выиграть $5 миллионов, выполнив задание. Если один из вас уйдет, призовой фонд упадет до $1 миллиона для оставшегося человека. Наслаждайтесь пребыванием в безупречной комнате. 2 yosh Ketrin va Mayk $5 million mukofotli tajribada ishtirok etish taklifiga rozi bo'lishdi. Tajriba shartlariga ko'ra, ular 50 kun davomida bir xonada birga yashashlari kerak. Keyin esa 5 millionga teng mukofotni qayerga va qanday sarflashni muhokama qilishdi. Ketrin esa shartlar juda ham osonligiga, mukofot esa shartlarga nisbatan juda ham ko'pligiga bu tajribaga shubha bilan qarardi. Mayk esa ularga omad kulib boqqanini aytdi va jarayondan rohatlanishni maslahat berdi. Xonada esa 2 kishilik karavot, faqat bir kishi kirishi mumkin bo'lgan dush va tajriba qoidalari yozilgan boshqaruv moduli bor edi. Va shu modul yordamida ular o'ziga ozuqa olishlari mumkin edi. Chiroq esa avtomatik tarzda soat 10 da o'chardi. Bu shartlar 2 yoshga shunchaki arzimas narsa bo'lib tuyuldi. Axir mukofot barcha noqulayliklardan ustun edi. Доброе утро, Кейт. Наслаждайтесь пребыванием в безупречной комнате. Ertasiga esa ular eski kiyimlarini topshirishib, o'rniga maxsus kiyimlar bilan ta'minlanishdi. Michael esa endi ular ruhiy kasallarga o'xshab qolganini aytdi. Ketrin esa tajribani boshlagan professor bu tajribadan maqsadi nimaligiga qiziqdi. Michael esa bu professorning oldingi tajribasi haqida gapirishni boshladi. Aytishicha, u oddiy oilani topgan. Bu oilada dadasi rohib, onasi esa qandolatchi, bolalar shahardagi yagona maktabda ta'lim olishgan. Keyin esa u $150 million sarf qilib, ularni Kardashyanlar kabi super yulduz qilib va natijada nima bo'lishini kuzatgan. Avvaliga hammasi yaxshi bo'lgan. Bolalar qimmat modellik shartnomalarni qo'lga kiritishgan. Otasi esa har xil reklamalarda va seriallarda suratga tushgan. Ona esa fabrika direktori bo'lgan. Keyin esa xotini erini boshqa qiz bilan ushlab olib, uni otib o'ldirgan va qamalgan. O'g'li esa bedarak yo'qolgan va qizi narkotiklardan vafot etgan. Bu hikoya esa Ketringa kulgili bo'lib tuyuldi. 2 kun o'tdi. Michael soatlarni yomon ko'rishni boshladi. Xuddi vaqt orqaga qarab ketayotgan edi. Soniyalar odatdagidan uzoqroq bo'lib ko'rinardi. Aytishicha, 1 soniya 1.3 soniyadek edi. Agar shunday bo'lsa, 50 kun 3 oygacha cho'zilishi mumkinligini aytdi. Kate esa hali 2 kun o'tmay har xil fitnalar haqida gaplar boshlanganini va bu narsalar haqida o'ylamasdan shunchaki dam olishlari kerakligini aytdi. Время пробуждения. Наслаждайтесь пребыванием в безупречной комнате. Kate sozlagan ertalabki budilnik Michaelning jig'iga tegardi. Biroq uni sabr qilishdan boshqa ilojisi yo'q edi. Kun o'tdi. Genetik jihatdan o'zgartirilgan oziq-ovqat va benuqson xona. Hech narsa o'zgarmadi. Kun, ovqat va xona. Kun, tun, xona, ovqat va hech narsa o'zgarmasdi. To'satdan Michael qo'ng'iz topib oldi. Hech narsasi yo'q xonada, bir qo'ng'iz ham katta o'zgarish edi. Michael unga ovqat bermoqchi bo'ldi. Еда предназначена только для участников. Наслаждайтесь пребыванием в безупречной комнате. Uni boqish mumkin emasligini tushungan Michael qo'ng'izni ozodlikka qo'yib yuborish kerakligini aytdi. Shundan so'ng Michael kameraga qo'ng'izni qo'yib yubormoqchiligini aytdi. Kate esa bu yomon fikrligini unga tushuntirmoqchi bo'ldi. Michael qizda rahmdillik yo'qligini aytdi va ikkalasi janjal qilishni boshlashdi va Ketrin to'satdan qo'ng'izni bosib oldi. Vaqt juda sekin o'tardi. Zerikkan Michael tajriba qoidasiga ko'ra o'yin olishga qaror qildi. Bu o'yin narxi mukofot pulidan to'lanardi va $100 ming turardi. $100 ming evaziga u oddiy yashil rangli bor oldi. Kate esa bu pullar Michaelning ulushidan olinishini aytdi. Borni olgan Michael xonadagi devorlarga rasm chizishni boshladi. Buni ko'rgan Ketrin Michaeldan uni rasmini chizishini so'radi. Michael Kate'ning rasmini o'z uslubida chizishini aytdi. Qiz esa oddiy rasm xohlardi. Natijada Kate Michaelni umuman surat chizolmasligini va bema'nilik bilan shug'ullanayotganini aytib, yigitini yana ranjitdi. Bor tugagach yana zerikish boshlandi.
Keyt esa noto'g'ri ish qilganini aytib, Maykldan uzr so'radi. Keyt vannada to'pponcha ko'rib qoldi va vaziyat keskinlasha boshladi va ularni ustidan kulishayotganini aytdi. Vaqti kelib bu to'pponchadan foydalanishlari mumkinligiga ishora berdi. Keyin esa to'pponchadan qanday qutulishni bilmay, uni karavot tagiga tashlab qo'yishdi. Ertasiga esa Mayklga opasidan video xabar keldi. Videoda opasi Maykel o'zini shu tarzda qamaganini va shu yo'l bilan Keytdan dam olishini aytardi. Keyin esa Keytga kelgan xabar. Buni ko'rgan qiz yig'lashni boshladi. Videoda qandaydir keksa kishi u qariyalar uyida yashayotganini aytdi va qo'shiq aytishni boshladi. Keyin esa Keytni juda yaxshi ko'rishini aytdi. Ertasiga esa Keyt Maykelga o'z otasi haqida yolg'on gapirganini va otasidan uyatishini aytdi. Bunga sabab uni otasi uylarini sotib, pullarini maktabga berib yuborgan ekan va shu bilan Keytni yaxshi hayotda katta bo'lishdan mahrum qilgan. Ketrin otasi bilan bo'lgan vaziyatdan keyin depressiyaga tushib qoldi. Maykel esa bekorchilikdan aqldan ozishni boshladi. Biroz vaqt o'tib, Maykel Keytni ovuntirmoqchi bo'ldi. Bu urinishi foyda bermadi. Keyin esa Maykel uddalay olmasligini aytdi. Ketrin esa Maykel taslim bo'lishni boshladi deb xavotirga tushdi va unga ikkinchi o'yinni olishni tavsiya qildi. Ikkinchi o'yin bu yalang'och qiz ekan. Dushdan chiqqan Ketrin yalang'och qizni ko'rdi. Maykel bo'lsa o'zini aybdordek his qilib, har xil bahonalar qilishni boshladi. Qiz ismini Simona deb o'zini tanishtirdi va bu xona haqida hech narsa bilmasligini va bu ishni unga agenti topib berganini aytdi. Ketrin esa rashk qilishni boshladi va u Maykel bilintirmasa ham, lekin ko'p e'tibori o'sha qizda deb o'ylardi. Vaziyat yana og'irlashdi. Bunga sabab Simonaga yotgani joy yo'q edi. Maykel polda yotishini, qizlar esa karavotga chiqishlarini so'radi. Tongda Ketrin uyg'onib, Simonani yo'qligini ko'rib xursand bo'ldi. Biroq u dushda edi. Rashk bilan asoslangan qayg'uli vaziyat Keyt o'ziga o'yin olgunigacha davom etdi va ularga tabletka berishdi. Bu o'yin hammaga yoqib tushdi. Keyin nima bo'lganini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Maykel o'zini yo'qotib, yiqilib tushdi. Tushida suvda cho'kayotgan bolani ko'rdi va o'ziga kelishni boshlagan Maykel battar alahsirashni boshladi. Qizlar esa uni tinchlantirmoqchi bo'lishdi. Cho'kayotgan bola bu Maykelning ukasi edi va bu baxtsiz hodisa Maykelning ko'z oldida sodir bo'lgan va uni qutqara olmaganini aytdi. O'ziga kelgan Maykel Simona bilan dardlashishni boshladi. Aytishicha, ukasini yo'qotgani unga juda qattiq psixologik jarohat bo'lgan. Qiz esa u qanday onasidan ayrilganini aytdi va ko'p odamlar hayotida bunday qiyinchiliklarga uchrashlarini aytdi. Keyt uyg'onib, ularni qo'l ushlab o'tirishlarini guvohi bo'ldi. А вы всегда держитесь за руки, когда болтаете? Кейт, Ого. ничего такого не было. Keyt Simonani haqorat qilishni boshladi. Simona esa Keytni jahlini chiqarish uchun Maykel bilan o'rtalarida har narsa bo'lishi mumkinligini aytdi. Ertasiga esa Simona xonada ko'rinmay qoldi. Keyt xursand bo'ldi, lekin devorga yozuv qoldirgan ekan. Menda hech qachon erkak bilan bunday ajoyib tun hali bo'lmagandi. Maykel bu yolg'onligini va u bilan birga bo'lmaganligini aytdi. Keyt esa Simona uni oldingi sevganiga o'xshashligini aytdi. Maykel esa bu o'xshashliklarda tajribani tashkilotchilarini aybladi. Ular seni jahlingni chiqarish va rashqingni keltirish uchun shunday qilishdi deb unga tushuntirmoqchi bo'ldi. Keytni esa jahli chiqib, Maykelni itarib yubordi va Maykelni boshi devor burchagiga urilib, yiqilib tushdi. Keyt esa yugurib kelib Maykeldan kechirim so'rashni boshladi va bunday bo'lishini xohlamaganligini aytdi. Maykel rashk qilish uchun sabab yo'qligini va u Keyt uchun juda ko'p narsalardan voz kechganini aytdi. Maykel unga tibbiy yordam kerakligi haqida gapirishni boshladi va Keyt bunday imkoniyatlari yo'qligini, agar xonadan chiqsa, hammasi tugashini aytdi. Bu gaplarni eshitgan Maykel qizga savol berdi. Agar men hushimdan ketib, qon yo'qotib yotsam, sen shunga yo'l qo'yarmiding? Keyin esa Keytni pulni deb aqldan ozganini aytdi.
Qiz esa bu gaplarni inkor qildi. Maykl xonani birga tark etishni taklif qildi. Biroq ko'rganimizdek, Keyt Mayklga tibbiy yordam berishni o'rniga ko'proq pulni olish niyatida edi. Maykl xonadan chiqib ketishga harakat qilayotgan bir paytda Keyt to'pponchani olib Mayklga qaratishni boshladi. Maykl esa Keytni otmasligini aytdi. Natijada Ketrin tepaga qaratib o'q uzdi. Maykl esa sevgan qizi qanday odamligini tushunib, xonani tark etdi. До свидания, Майкл Уолш. Надеюсь, вы получили удовольствие от пребывания в безупречной комнате. Keyin esa Keyt o'zi yolg'iz qolganini ko'rishimiz mumkin va u qolgan pulni olish niyatida o'tirardi. Yana 2 kun qoldi va Ketrin xonadan chiqishga qarab harakatlanishni boshladi. Oradan bir necha kun o'tdi. Maykl ko'chada Keytni uchratib qoldi va anchadan beri ko'rishmaganini aytib, Maykl uni birga sayr qilishga taklif qildi. Va Maykl Keytdan benuqson xonada ishtirokiga pulni oldingmi deb so'radi. Keyt esa unga javob bermadi. Keyin esa biz Ketrin xayriya uyidan chiqqanini ko'ramiz. Bu esa Ketrin benuqson xonadan pulsiz chiqmaganiga ishora edi. Va shu bilan film tugadi. Oxirigacha ko'rganlarga rahmat, like bosish, podpiska qilish esdan chiqmasin. Keyingi filmlarda uchrashguncha xayr.